Mana kerakmidi shu narsalar? Shu nuqtalarni inobatga olgan holatda biz har oyda qoliplarimizni yangilab turamiz. Har oyda. Santexnika sohasida ham ishlab chiqarishda taxminan 80% qo'l mehnati hisoblanadi. 1330 gradusgacha bo'lgan haroratda pechkamiz ichida mahsulotlarimiz pishib chiqadi. Korxona bugungi kunda 1 millionta mahsulot ishlab chiqarish uchun yetarli quvvatga ega. 2018-yilda yer quruqligicha olgan bo'lsak, 2020-yilda davlatimiz rahbarini Shavkat Mirziyoyev tashriflari davomida ishlab chiqarishimizni boshlaganmiz. Ya'ni qaysidir ma'noda davlatimiz rahbari ishlab chiqarishimizni boshlab berganlar desak, qo'llab-quvvatlab turgan edi. Qo'llab-quvvatlab turgan. Demak, mahalliy aytganimiz O'rta Osiyoda eng katta ishlab chiqarish bo'lgani uchun ham demak e'tibor berganlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ayni damda biz O'rta Osiyoda eng katta ishlab chiqaruvchi, ya'ni sanitar buyumlarni mumtoz rakovina ishlab chiqaruvchi zavodga tashrif buyurganmiz. Ayni damda Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanidamiz. Hozir ishlab chiqarish jarayonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ayni damda biz mana zavod ichkarisidamiz. Hozir bizni mutaxassisimiz Muhammad Sodiqga o'zlari ishlab chiqarish jarayonlarini tanishtirib o'tadilar. Albatta. Xudo marhamat. Boshlaymiz. Mana bu joyda o'sha o'zimizning ishlab chiqarishda ishlatiladigan qoliplarda ko'rishimiz mumkin. Mana shu joyda tayyorlanib, ishlab chiqarishga qoliplar. Asosiy ishxona shu yerda qolip tayyorlanadigan. Qoliplarimiz tayyorlanib, ishlab chiqarish. Qaysi turiga buyurtma tushadigan bo'lsa, demak, shu yerda ishlab beriladi. Xuddi shunday. Mana xomashyo omborinamiz hozir. Bundan tashqari chet eldan ham mahsulot olib keltiradimi xomashyo? Albatta, chet eldan ham olib kelinadigan xomashyolarimiz bor. Chet eldan olib kelinadigan xomashyolarimiz asosan Italiyadan, Ispaniyadan, Turkiyadan, Xitoydan olib kelinadi. U xomashyolarni turlariga keladigan bo'lsak, bizda glazur tayyorlash uchun ishlatiladigan xomashyolar asosan chet eldan olib kelinadi. Asosiy bosh ma'lumotchiligi bizdagi o'zimizdagi milliy mahsulot degan bo'lar ekan. Bizda o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, gil deb ataladigan, ya'ni asosiy o'sha keramika ishlab chiqaruvchilari tilida atamasida aytiladigan shliker deyiladi. Boy qismi O'zbekistonda 100% o'zimizni mahalliy tabiiy mahsulotlarimizdan chiqariladi. Demak, bu hammasi kerakli mahsulot, ya'ni miqdorda aralashtirilib, bu bunkerga qo'yiladi, yetkaziladi. Va shu orqali shu jarayon boshlanadi. Demak, boshlanish ish jarayoni aynan shu joydan boshlanadi. Demak, bu yoqdagi mutaxassisning o'rni ham yuqori ekanda, chunki qaysidan qaysi miqdorda qo'yish kerak bo'ladi, bilib. U narsani bizda O'rta Osiyoda menimcha qolgan zavodlarda bor yo'qligini bilmayman, lekin laboratoriyamiz borligi bilan ham alohida ajralib turamiz. Asosiy mahsulotimiz o'sha loy tayyorlangandan keyin qoliplarga quyish jarayonida turibmiz. Hozir qoliplarga quyilgan mahsulotimizni ochib, uni o'sha keyingi etapga olish, keyingi jarayonga olish holatidamiz. Qani, o'sha ko'rsatib berasizlar deb. Mana ko'rib turganingizdek, bu joydagi asosiy ishlarimiz avtomatlashtirilgan, ya'ni ishchilarga og'ir kelmaydigan darajada qulaylik yaratilgan. Maxsus bu yasalgan ekan qolip. Ya'ni bu apparat aynan mahsulotlarni tikka qilish uchun, ya'ni qolipdan olish uchun maxsus yasalgan bo'lib, bunda asosan ishchilarga og'irlik tug'dirishi, ya'ni noqulaylik tug'dirishi mumkin bo'lgan jarayonni avtomatlashtirganmiz. Bu ham har tomondan maxsus ushlab qo'yadi. Keyingi o'rniga tayyor qilib turadi. Keyingisiga yotkazamizmi endi buni? Buni yotkazib keyingi narsaga olishadi. Albatta, bu yerda mahsulotimiz biroz turishi kerak, ya'ni tinishi kerak. Qolipdan yangi chiqqan mahsulot hech qachon darrovda o'sha old tarafiga o'girilib, keyingi ishlov berish jarayonini boshlashga imkoniyat bermaydi. Shuning uchun mana shu holatda o'zini yetarli vaqtda pishirilgandan keyin keyingi bosqichda o'sha ustiga ishlov berish jarayonini amalga oshiriladi. Men hozir aytib o'tganimdek, o'sha qolipdan chiqarilgan mahsulot ozgina o'sha o'ziga yetarli bo'lgan muddat pishirilgandan keyin ustiga ishlov berish jarayonini pardozlash ishi desak ham bo'ladi. Endi bizda imенно santexnika sohasida ham ishlab chiqarishda taxminan 80% qo'l mehnati hisoblanadi. Ya'ni bizning ishimiz zargarlarning ishiga o'xshash, ya'ni haykaltaroshlarning ishiga o'xshaydi. Ancha mehnat talab qilarkan, mehr talab qilarkan. Albatta. Shunchasini parvarishlab, tayyorlab, albatta, bu har bitta chiqarilayotgan mahsulotni ishchilarimiz o'zini kichkina farzandidek ko'radi. Sababi bunga har bitta chiqarilayotgan mahsulotga mehr berib chiqariladi. Shunaqa ekan. Kutubxonada ko'rdik, asosan mahsulotlarni qanaqa qilib quyiladi, qanaqa qilib qolipdan chiqariladi. Endi qolipdan chiqarilgan mahsulotlarimiz quritish qurilmasiga qo'yilishi kerak. Mana hozir ko'rib turganingizdek, quritish qurilmasi
bitta ko'rib turganingizdek mahsulotlarda quritib beriladi. Qarang. Necha harorat bu taxminan? Necha grad? 95 gradus atrofida, 95 issiq atrofida bo'ladi. Ichkaridan hozir siz ko'rib turibsiz, ham namlik, ham issiq kelyapti. Bu o'sha mahsulot ichidagi namni quritish orqali parvoz. Bundan keyin qaysi jarayonga o'tadi? Bundan keyin ustini glazur bilan qoplash, ya'ni sepkish jarayoniga o'tadi. Bo'yoq holatga yaqinlashib borar ekan. Bu bo'yoq o'tgandan keyin pishirishga o'tiladi. Pishirishda asosiy shu tayyor mahsulotlar chiqadi. Ketma-ket ko'rib chiqamiz bularni ham. Bu jarayonda bizda o'sha mahsulotlarni sirlash jarayoni asosan mahsulotlarimiz qilgandan keyin sirlashga beriladi. Bu pishirishgacha bo'lgan jarayon hisoblanadi. Asosiy mahsulotlarda tepasidagi oq kraska, joylari tunda aytgandagi kraska, ya'ni glazuri mana shu holatda bo'ladi. Bu bundan keyingi holat o'sha pechkaga jo'natiladi. Bundan keyingi holatda albatta o'sha mahsulotlarimiz pechkaga jo'natiladi. Pechkada o'sha yuqori haroratda pishiriladi. Bundan oldin sizga ko'rsatgan yana bitta afzallik tarafimizni aytadigan bo'lsam, bizda unitazlarda ichki qismlari to'laligicha sirlanadi. Demak, quyishdan maqsad orasigacha kirib borish kerak. Orasigacha kirib borish kerak. Bu holat orqali biz o'zimizning unitazlarimizni ichki qismini to'laligicha sirlaymiz. Bu demak buni oldingi holatda ko'rgan sepkanda ichigacha kirmaydi. Bu demak uni oldini ta'minlaydi. Bu o'sha nimani asosiy unitazlarda ichki qismini sirlanishini o'zimiz mana shunaqangi holatda qilib chiqarganmiz. Demak, ana qo'l yetib bormas joylarigacha bu to'g'rilab beradi. Mana bizda strategiya jarayonini robotlashtirilgan sistemada ham qilamiz. Avtomatik holatda o'zi ishlaydi. Avtomatik holatda o'zi ishlaydi. Tayyor mahsulotni bu yoqdan olib kirib ketib, o'zi ichkarida o'sha sirlash ishlarini amalga oshiradi. Demak, shu holatda qo'yilsa, o'zi transport bo'lib chiqadi. Olib kirib, sirlab tashqariga olib chiqadi. Endi bu parazitga nima beradi? Deydigan bo'lsak, asosan doimiy bir xillikda, ya'ni sifatda ushaverib turadi. Ham odamlarga nisbatan kunlik ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan mahsulot soni 3 barobarga ko'proq. Uzluksiz demak ishlaydi. 24/7. 24/7. Bu demak hozir pechkadan chiqqan jarayon endi. Hozir mahsulotlarimiz pechkadan pishib chiqdi. O'sha boya sirlashda ko'rgan ustiga sepilgan glazurimiz pishirish jarayonida erib, mahsulotni ustiga yaxshilab yopishib, o'sha baland haroratda keladi. Albatta. Hali aytgandingiz 1330 gradusgacha bo'lgan haroratda pechkamiz ichida mahsulotlarimiz pishib chiqadi. Demak, bitta mana shu to'ldirganda qancha ketadi hozir bunga taxminan? 1000 tadan oshiq 1000 taga yaqin. 1000 tadan. Har bitta o'sha bo'yash, ya'ni qizdirish jarayoni 1000 tadan ketar ekan. Demak, bu bo'limida bo'yashda narigi bo'lim bo'shasa, o'rniga ko'ra almashib ketaveradi. Bitta bo'lim berilgan, bitta bo'limdan ikkinchi bo'limga berilgan mahsulot o'zidan keyingi bo'limga mahsulot yetkazib beradi. Demak, hozir bu yerda keyingi jarayon ketyapti. Ya'ni shu pechkaga qo'yish jarayoni. Pechkaga qo'yish jarayoni. Hozir pechkadan chiqqandan keyin mahsulotlar uni o'rnini yana to'ldirish uchun navbat bilan to'ldirib ishlarini bajarishyapti. Bu demak, pechkaga kirishdan oldin shuna taxlanadi. Asosiy shu pechkaga kirishdan oldingi yuklash jarayoni. Mana shu holatni ham ko'raylik. Mahsulotlarimiz pechkaga kirishdan oldingi holati mana shu holatda bo'ladi. Pechkaga kirgandan keyin pishib, yaltirab chiqadi. Demak, boshqa hech qanday ishlov berilmaydi. Bu hozir demak bunga kraska sepilgan, oddiy tilda aytganda. Glazurlangan, pishirishga tayyor holatga kelgan. Pishirishga tayyor holatda. Pechkadan keyin hozirgidek yaltirab chiqadi. Asosan hozir mahsulotlarimiz mana shu holatda yuklanib pechkaga kirib pishirilgandan keyin pishib chiqqan mahsulotlarimiz sifat tekshirish uchun sifat nazorat bo'limiga o'tadi. Keyingi jarayon demak uni ana qaytadan tekshiriladi endi. Qaytadan tekshiriladi. Qaysi holatda bo'yaldi? Albatta, pechkaga kirgandan, o'zi umuman olib qaraganda pechkaga kirgandan keyin mahsulot qanaqa holatda chiqishini oldindan bilmaymiz. Eng sifatli chiqqan mahsulotlarimizgina bizni mijozlarimizga yetkazib beriladi. Demak, qayta-qayta nazorat tekshiruvdan o'tgandan keyin. Nazorat tekshiruvdan o'tgandan keyin. Bizda hozirgi kunda shunaqangi imkoniyat borki, agar qaysidir obyekt yoki mehmonxonalarga deylik, yoki bo'lmasam restoranlarga ishlab chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz shuni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda korxonamizda 200 xildan oshiq ranglar razrabotkasi nima bo'ladi? 200 xildan ortiq rang. Ishlab chiqilgan. Rang razrabotkasi ishlab chiqilgan. Yo'q, 200 xil rang bo'yab berish imkoniyati bor. Bugungi kunda korxonamizda 200 xildan oshiq ranglarga mahsulotlarimizni bo'yab berish imkoniyati bor. Demak, dizaynerlar bilan ishlash ham imkoniyat bor ekan. Xohlagan rangida, xohlagan ko'rinishida. Men shu boshida bejiz aytib o'tib ketmadim. Qaysi bir obyektga asosida
beriladigan bo'lsa, o'sha qanaqadir kerakli bo'lgan ob'yom qilib berilsa, o'sha ob'yomda biz xohlashgan rangni chiqarib beramiz. Bemalol yetkazib bera olasiz. Yetkazib bera olamiz. Faqat bu menimcha, tushunishim bo'yicha buni faxriyroqdan buyurtma berib, shu asosida ishlab chiqariladi. Demak, xohlagan rangni sizlarga ko'rsatadigan bo'lsa, siz unga moslashtirib bera olasiz. Ya'ni o'sha ularning katalogi bo'yichami? Men bu hozir bundan oldingi etapda, ya'ni bundan oldingi bosqichda ko'rganimizdaqangi oldin oq rangga sepilib, undan keyin boshqa rangga o'zgartirilmagan. Bu mana shu rangda sepilib, shu rangda pishib chiqadi. Demak, boshlanishini o'zida shu rang sepiladi. Ya'ni siz demoqchisiz, oq rangni ustidan bu bo'yab berilmaydi. Bo'yab berilmaydi. Agar buyurtma beradigan bo'lsa, boshlanishini o'zidan shu rangga moslashtiriladi. Bu joyda o'z ko'rib turganingizdek, yuqori haroratda pishirish bo'limidan olib chiqilgan mahsulotlar tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu tekshirish jarayonida albatta mahsulotlarda sifatlilik darajasi tekshiriladi. Yorilgani yo'qmi boshqa? Albatta, bu yerda aniq qilib nima desam bo'ladi? O'zimizda jaydari tilida aytadigan bo'lsak, sifat darajasi tekshiriladi. Albatta, birinchi, ikkinchi darajali mahsulotlarimiz bor. Uchinchi darajali mahsulotlar bizni mijozlarimizga yetkazib berilmaydi. Demak, u tekshiruvdan o'tmagan hisoblanadi. Tekshiruvdan o'tmagan hisoblanadi. Bu holatda bizda tekshirilayotgan har bitta mahsulot Yevropa standartlari asosida tekshiriladi. Bizdan chiqarilayotgan mahsulotlar mijozlarimizga Yevropa standartiga yetib borsin deb asosan shu Yevropa standartini o'zimizga joriy qilamiz. Demak, bemalol qaysi standart tekshiruv bo'lsa ham to'liq javob bera oladi. Yevropaning IN standarti bor. IN standarti bo'yicha biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz to'laqonli javob beradi. Zo'r. Mana hozir ko'rib turganingiz bu mahsulotlarimizni test qilish jarayoni. Bu qanaqa test deb hamma so'rashi mumkin. Bu uskuna qanday ishlashini? Uskuna qanday ishlashi, qaysi holatda nimani tekshirishini tushuntirib beradigan bo'lsam, asosan bu joyda unitazlarimizda ichki qismida qandaydir havo chiqishi mumkin bo'lgan yoki o'sha ishlab chiqarish jarayonida ko'z ko'rmaydigan nuqsoni bo'ladigan mayda yorug'lar shu narsani aniqlab beradi. U nima uchun kerak bizga deydigan bo'lsak, bizdan chiqib ketayotgan har bitta mahsulot mijozlarimizga sifatli bo'lib yetib borishini ta'minlab beradi. Bu demak vakuum orqali tortib olar ekan, havo. Vakuum orqali havoni tortib, ichkariga tashqaridan havo kirmayotganligini tekshiradi. Buni hozir ishlatib ko'ra olamizmi? Albatta ishlatib ko'ra olamiz. Demak, hamma tomonni yopib qo'yiladi. Hamma tomondan yopib qo'yiladi. Ichidagi havo tortiladi. Havo tortib olinadi. Havo tortib olingandan keyin biroz muddat o'zini o'sha belgilangan standartdan o'tadigan muddatlari bor. Shu muddatdan o'tgandan keyingina mahsulotimizni sifatli yoki sifatsiz qilib ajratib beradi. Agar yaxshi o'tadigan bo'lsa, keyingi jarayonga o'tadi. Yaxshi o'tadigan bo'lsa, aybi bo'ladigan bo'lsa, nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, asosan bu joyga keladigan mahsulotlarimiz sifat nazorat bo'limida tashqi birinchi ko'rikdan o'tkazilgandan keyin bu ikkinchi bosqichdagi tekshiruv hisoblanadi. Ya'ni pastki ko'rinishda ichki holatni bilish imkoni bo'lmasmi? Yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu joyda ichki holatlarni ham tekshirib chiqiladi. Demak, hozir o'zi vaqt sanayapti, mana. Hozir vaqt sanashni boshlaydi. Hozir mahsulotimiz test jarayoni tugash jarayonida yashil chiroq yonib, mahsulotning sifatli ekanligini tasdiqlab berdi. Demak, yashil degani bu yaxshi sifat. Chiroq yongani bu sifatli mahsulot degani. Ya'ni o'sha ichki qismlarda hech qanday yoriq yoki boshqa narsalar yo'qligini bildiradi. Men hozir ko'ryapman, demak sizlarda noodatiy bo'lgan ko'rinishda, ya'ni hozirgi zamonaviy talabga bo'layotgan osma unitazlar ham ishlab chiqarilayotgan ekan. Bu nuqtaga e'tibor berganingizdan men juda ham xursandman. O'zbekistonda birinchi bo'lib O'zbekistonda osma unitazlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Osma unitazlarimiz hozirgi kunda 3 xil turdagi osma unitazlar ishlab chiqaramiz va hammasi 3 xil ko'rinishda. 3 xil ko'rinishda. Va hammasi o'sha oldin ta'kidlab o'tganimdek, gigiyenik, ya'ni oldi nimasi bizda endi santexnika ishlab chiqaruvchilari orasida rimles deb mashhur bo'lgan bezabatli unitazlar hisoblanadi. Ko'rinishda savol bersa mana. Bu xohlagan o'sha temir karkasga to'g'ri keladimi? Albatta, standart holatda ishlab chiqariladi. Xohlagan turdagi, demak, xohlagan turdagi karkasga to'g'ri keladi. Installyatsiyaga to'g'ri keladi. Ajoyib. Bizda hozir qadoqlash jarayoni tayyor bo'lib chiqqan mahsulotlarimiz sifat nazoratidan o'tgandan keyin, o'zingiz ko'rib turganingizdek, asosan birinchi tashqi ko'rinishi bo'yicha o'tdi, undan keyin ichki vakuum bo'yicha o'tdi. O'tgandan keyin mana shunday qadoqlarga qadoqlanib, tayyor mahsulot omborimizga o'tkaziladi. Men ko'raman hozir har bitta bo'limda alohida o'zini mutaxassis ishlar ekan. Albatta. Har bitta bo'limda o'zini alohida. Kimdir masalan kuyish jarayonida, kimdir bo'yash jarayonida, kimdir tozalash jarayoni, pardozlash jarayoni va o'sha sifat nazorati tekshirish va oxirida qadoqlash jarayoni.
Demak, har kim o'zi mutaxassis ishlarni bilib bajarishadi. taqsimlangan bo'ladi. Endi bizda o'zi menimcha hozirgi holatda hamma korxonalarda ham bor deb bilsak kerak. Kadr yetishmovchiligi bor. Aynan keramika sohasida kadrlar yetishmovchiligi bizga juda katta qiyinchilik tug'dirgan va hozirgi kunda korxonamizda ishlayotgan ishchilar o'sha chet ellik mutaxassislar tomonidan o'rgatilib, ishlar o'qitilib, o'sha jarayonga tayyor bo'lgandan keyingina ishlab chiqarish jarayonida qatnashadi. Doimiy ravishda o'qish amaliyotlarini tashkil qilamiz. Xo'p, sir bo'lmasa zavodda nechta xodim ishlaydi? Hozirgi kunda 300 ga yaqin xodim ishlayapti. 300 ga yaqin, ha? Yillik ishlab chiqarish qancha miqdorda tashkil qilamiz? Yillik hozirgi kunda 500 ming dona mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Bir yilda. Lekin talab bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu aytadigan bo'lsam, sizga oldinroq ham aytib o'tdim. Oldin bizni asosiy e'tiborimizda eksport bo'lgan bo'lsa, hozir ichki bozorga ham e'tiborni qaratishni boshladik. Korxona bugungi kunda 1 millionta mahsulot ishlab chiqarish uchun yetarli quvvatga ega. Mabodo umumiy ishga tushadi. Agar O'zbekistonning ichini ham to'liq ta'minlab berish o'zimiz oldimizga zimma qilib qo'yadigan bo'lsak, bemalol O'zbekistonning ichini ham ta'minlab beramiz. Hozir demak, ichim bo'yicha bu asosan qo'shni davlatlarga ham ko'plab eksport qilinarkan. Shunday. Rossiya davlatiga. Bugungi kunda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon, Rossiya, Gruziya kabi davlatlarga mahsulotlarimizni yetkazib beryapmiz. Xudo xohlasa, asta-sekinlik bilan hozir Polsha, shunga o'xshash davlatlar bilan muzokaralar olib borilyapti. Sekin-sekin Yevropaga qadam bosishga harakatlanamiz. Xayrli bo'lsin. Demak, u tarafiga ham o'zi shu nom bilan chiqadimi yoki maxsus buyurtma asosida ham bo'lishi mumkinmi? Maxsus buyurtma asosida o'yin deyiladi. O'zi asosan o'sha bizga buyurtma beruvchilarda o'zlarini sifat, o'zlarini brendi mahsulot nomi bilan ishlab chiqarib beramiz. Bugungi kunda Rossiyada bir qancha katta buyurtmachilarimiz bor. Ularga o'zlarini nomlari ostida chiqarib beramiz. Yana hozir Yevropadan shunaqangi holdagi, ya'ni o'zlarining nomlari bilan ishlab chiqarib berishimizni so'rashyapti. Hozirgi kunda ularning brendlari bilan ham chiqarib beryapti. Demak, qaysi bir O'zbekiston ichida ham qaysi bir mehmonxona o'zining nomi bilan, ya'ni brendi bilan taklif beradigan bo'lsa, demak ularga ham siz yechim bera olasiz. Ularga ham yechim beraman. Ya'ni bitta deylik mehmonxona 4 ta 5 ta filiali bor deylik, o'zining nomini qo'yib chiqarish imkoniyati ham bor. Unitaz, rakayna har bittasi. Ajoyib yechim ekan bu. Mana kerakmidi shu narsalar? Mana. Mana. Ko'rinishdan butun ko'rinishi mumkin, lekin bizda aslida bularni sindirishdan maqsad korxonamizda ozgina defekti bor mahsulotni ham bozorga chiqarmaslikka harakat qilamiz. Ya'ni sifatli mahsulot faqat sifatlisi yetib borsin deyiladi. Faqat sifatli mahsulot mijozlarimizga qadar yetib borishi kerak. Mana oddiy ko'rib turgan mahsulotingizda hech qanaqangi nuqson yoki boshqa narsa yo'q, lekin buni biz sindirishga majburmiz. Nimaga? Chunki bizni qo'ygan sifat martabamizga javob bermaganligi uchun buni demak bular ozgina qaysi joyda nuqsoni bo'lsa ham yo'q qilinadi. Ya'ni ertaga qaysi bozorga borib yoki o'sha mijozlarni qaysi gap so'zi bo'lishidan saqlanar ekan. Albatta. Demak, ozgina nima deydi, ziyonga ketilsa ham yoki foydadan voz kechib bo'lsa ham, sifatsiz mahsulot, ya'ni ozgina nuqsoni bor ham, sifatsiz mahsulot qatoriga qo'shilib yo'q qilinar ekan. Albatta, bizda sifat foydadan ustun. Kimdir buni olib ishlatishi yoki sotishi mumkin, lekin tushunmaganlar buni orqasidan foydalanib noto'g'ri ma'lumot berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham bizda birinchi o'rinda sifat bo'lganligi uchun va ko'rib turganingiz butun mahsulotni ham sindirib yuborishga majbur bo'lamiz. Buning asosiy sababi o'sha siz ta'kidlab o'tganingizdek, sifatli mahsulot mijozlarga qadar yetib borishi. Faqat sifatlisi saralanib, nazoratdan qayta-qayta tekshiruvlardan o'tgani. Demak, qarang, hali boshida ham aytingiz, o'sha qayta-qayta tekshiriladi dedingiz. Kuyish jarayonida, bo'yoq jarayonida hammasidan o'tib. Oxirida nimadir kichkina ayb bo'lsa, demak, hamma tekshiruvlarni ham o'zi voz kechilarga hammasi. Va buni ham sindiramiz endi. Ovoz zo'r chiqargan lekin. Korxonamizda doimiy ravishda omborlarimizda mahsulotlarimiz mavjud. Bunaqangi katta ko'lamda desak bo'ladi, katta miqdorda mahsulotlarda saqlab turishimizning asosiy sababi qaysi mavsum bo'lsa ham, qaysi payt bo'lsa ham mijozlarimiz tomonidan kelayotgan buyurtmani o'z vaqtida va tez yetkazib berishimiz uchun katta miqdorda omborda tayyor mahsulotlar zaxira sifatida demak saqlanadi. Qaysi bino ko'rinishidan qat'iy nazar, demak yetkazib berish imkoni ham bo'ladi. Muzaffar aka, ko'rgazmalar zalimiz bu joyda korxonamiz tarixidan boshlab hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hammasi turadi. Birinchi bo'lib e'tiborimizni korxonamiz tarixiga qaratadigan bo'lsak, biz hozirgi ko'rib turgan
zavodni noldan mana shu holatdan o'zimiz qurganmiz. Quruq yer bo'lgan ekanda boshida. Bu joy quruq yer, tayyor bino bo'lmagan ekan. 2018-yilda yer quruqligicha olgan bo'lsak, 2020-yilda davlatimiz rahbarini Shavkat Mirziyoyev tashriflari davomida ishlab chiqarishimizni boshlaganmiz. Ya'ni qaysidir ma'noda davlatimiz rahbari ishlab chiqarishimizni boshlab berganlar desak ham qo'llab-quvvatlab turgan edi. Qo'llab-quvvatlab turgan. Demak, hali aytganimiz O'rta Osiyoda eng katta ishlab chiqarish bo'lgani uchun ham demak e'tibor berganlar. Albatta. Ko'ramanki, demak, mana bu joylar ham bu monolit qilingan ekan-da demak. Shunday. Ya'ni noldan shu ishlab chiqarishga moslashtirilgan ekan-da. Noldan o'zimiz qurib kelganmiz. Mana bu joylarda ko'rishingiz mumkin. Quyma beton bilan oraliqlar yopilgan ekanda. Men o'sha ichkarida ham aytib o'tdim, tomlari hamma narsasiga alohida e'tibor berib, mana bugungi kundagi ko'rinishi mana shu holatga kelgan. Demak, tomlarni ham ko'ramiz, 2 qavat, ya'ni teplizolyatsiya mahsuloti ham qoplangan ekanda bunda. Yaxshi, juda go'zal. Va bundan bu yoqda demak ishlab chiqarilgan mahsulotlar hammasi ana shu ko'rib turgan mahsulotlaringiz hammasi hozirgi kunda korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilyapti. Bu mahsulotlarni o'sha oldin bir necha bor ta'kidladik desak ham bo'ladi. Yevropa standartlarida chiqarilayotganiga o'zingiz ham ko'rib bir qator ishonchingiz ma'lum bo'lishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'ilyapti. Aynan shu mexanizmlar bu o'zimizda ishlab chiqarilmaydi, tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? Bu keltiriladi import hisoblanadi. Bizda har bitta aksessuarga, har bitta detalga alohida yondashuv bo'lgan. Korxonamiz o'sha o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshlaganida oddiy qopqoq misolida oladigan bo'lsak, har bitta mahsulotga o'tirish qolipidan kelib chiqib qopqoq tanlangan. Bu proses biz uchun juda qiyin bo'lgan, juda og'ir bo'lgan, lekin korxonamizdagi mahsulotlarimizni hattoki o'sha qoliplarda o'zini formasini, ya'ni keramikani formasini takrorlashidan, ichida ishlatilgan o'sha aksessuarlarda sifatlisini olib kelib ishlatganimizdan ham bilsangiz bo'ladi. Bu o'sha hozir asosiy to'xtalib o'tganingiz mexanizm bo'ladigan bo'lsa, u mexanizmni biz Rossiyadan olib kelamiz. Bizda oldin ko'p variantlar bo'lgan, arzon mahsulot olib kelib qo'yib bersa bo'ladimi degan narsa bo'lgan, lekin biz unga juda ham qarshi bo'lganmiz. Sababi keramikaga qo'yilgan har bitta aksessuar odamlarda shunaqangi taassurot uyg'otadiki, agar unda qanaqadir nuqson bo'ladigan bo'lsa, bu ishlab chiqaruvchi mahsulotni sotib olmang. To'g'ridan to'g'ri sizning nomingizga brendga ta'sir qilganligi uchun ham biz qo'yilayotgan har bitta aksessuarga ham alohida e'tibor berganmizki, что ertaga bizga o'sha sifatsiz mahsulot orqasidan yomon nom kelmasin. To'g'ri. Chinnisi sifatli bo'lgan bilan qanaqadir qopqog'i yoki mexanizmdan muammo bo'ladigan bo'lsa, butun boshli mahsulot yomon qoladi. Mana bu ham eng zamonaviy yechimlardan degan bo'ladi. Hozir juda ham ko'p talab bo'lyapti bunga. Installyatsiya, ya'ni osma unitaz ko'ryapmiz. Buni ham 3-4 xil bor ekan-da sizlarda. Mana ko'rib turganingizdek o'sha nimada ham aytib o'tdim, bizda rimless deyiladi, ya'ni bezobodkovый unitazlar, chashasi o'sha chekka qismida kaskadniy obodok yoki boshqa narsasi yo'q. Bular gigiyenik hisoblanadi. Ortiqcha bakteriya, mikrob yig'maydi. Bularga shu taraflardan. Bular ham yangilik desam, bularga hozir juda ham ko'p talab bo'lyapti bularga. Xudo xolisa. Yana bizda asosiy endi rangli mahsulotlar ishlab chiqarishimiz haqida aytdik. Rangli mahsulotlarimiz borligi haqida aytdik. Buyurtma asosida qilishimiz mumkin. Buning tashqarisida kelin-kuyovlarniki deyman bu. Eksklyuzivniy qo'l mehnatida qilingan mahsulotlar ham chiqadi. Ammo o'ylaymanki, kelinlarning qanaqadir sarposiga qo'shib beriladigan, bezab chiroyli qo'yilgan ekan. Bu mahsulot asosan o'sha retro o'zimizning milliy uslubda remont qilingan yokida o'sha holatda olib borilgan remont qilingan uylarga qo'yish uchun mo'ljallangan. Bularning hammasi to'liqligicha qo'l mehnati. Qo'l mehnati bittasi. To'liqligicha qo'l mehnatida qilingan. Go'zal, juda chiroyli. Endi bu kamdan kam buyurtma bo'lsa kerak bunga. Mana buni ko'ryapman, hali aytganingizdek, ichki qismini ham bo'yalish deganda mana buni nazarda tutingiz. Ko'p holatda bundan bu yog'i bo'yalmaydi ko'pchilikda, chunki ko'rinmaydi deyiladi. Faqat sepiladi. Sizlarda hali ko'rdik, o'sha kraskaning ichki qismidan bo'yoq to'lib, bu tomonga chiqib, yana to'kib tashalyapti. Xuddi shunday. Bu qismda asosiy bo'yalishning sababi ham boya aytganimdek, o'sha Yevropa standartlariga kirishimiz. Yevropa standartiga kirishda asosiy sababi shu sifonning chasti deyiladi. Bizda sifon qismini ham sirlanishi. Sifon qismining sirlanishi bizga eng katta beradigan foydasi vaqtlar o'tib
sizga o'sha brak mahsulotimizni sindirganimizda ham aytdim, keramikada o'zida suv shimish tabiatan qobiliyati bor. U suv shimgandan keyin vaqt o'tib bu shimilgan suv hid chiqarishni boshlaydi. Sirlangan yuzi o'zidan hech qachon sir chiqarmaydi. Demak, o'sha ozgina nuqsoni bor ham, shuning uchun ham sizlarda sindirib. Tushunmagan odam bo'lsa, uni ishlatsa bo'lardi, boshqa deyish mumkin, lekin sog'liqda, gigiyena tarafdan demak, keyinchalik o'z ta'sirini ko'rsatgani uchun sindirib tashladi. Noodatiy ko'rinishdagi ranglar. Demak, buyurtmaga binoan xohlagan rangni qilib berish imkoni bor. Buyurtmaga asosan har xil turdagi ranglarni chiqarib berish imkoniyatimiz bor. Juda ajoyib, suhbat juda ham qiziqarli, ekskursiyamiz juda ham bir foydali bo'ldi va boshqa ko'plab hamyurtlarimizga ham yetgan bo'larki, sifatli mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha qaysidir ma'nodagi katta bino, mehmonxona yoki maktab, bog'cha bo'ladigan bo'lsa, bemalol buyurtma bersa bo'lar ekan. Ko'ryapmiz, mana bog'chalarga ham mo'ljallangan, bo'yi past, kichkina, unitaz rakovinalar har xil ko'rinishdagilar bor ekan. Va albatta biz yurtdoshlarimizga o'sha sifatli mahsulot ishlatishni tavsiya beramiz va sizlar yurtdoshlarimizga sifatli mahsulot yetkazib berishda charchamanglar. Ishlab chiqarishimizning eng oxirgi etaplaridan bittasi endi bu tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni biz o'sha oxirgi klientlarga desak bo'ladi yoki bizdan sotib oluvchi dilerlarga desak bo'ladi, yetkazib berish. Albatta yuklash jarayoni mana shu apparatlar yordamida. Bu ham qulay ekan hali. Qulaylik yaratish uchun shunday aniqlar olib kelganmiz. Ya'ni ishchi xodimlarga ham bemalol qulaylik bo'lar ekan. Albatta. Ishchi xodimlarga ham qulaylik bo'lish maqsadida mana shu yuklash moslamasini olib kelganmiz. Mana shu orqali yuklashni amalga oshirishadi. Demak, bu bizda butun viloyat bo'ylab O'zbekistonning barcha viloyatiga yetkaziladi va undan tashqari albatta O'zbekistonda hozirgi kunda barcha viloyatlarga yetkazib beryapmiz. Undan tashqari qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, undan tashqari yana Rossiya, Ozarbayjon, Gruziyaga mahsulotlarimiz yetib boryapti. Yaxshi. Eko kerama. Xonadoningizda uzoq yillar xizmat qilsin.